Davom etamiz. Davlat boshqaruvi tizimida samaradorlik va ochiqlikni ta'minlashga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan jamoatchilikni xabardor qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Boshqaruv samaradorligi agentligi 2026 yilning birinchi yarim yilligi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Boshqaruv samaradorligi agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida joriy yilning birinchi yarim yilligidagi natijalar sarhisob qilindi. Agentlik tomonidan mamlakatimizning 40 dan ortiq tuman va shaharlarda mavjud iqtisodiy va boshqaruv salohiyati Big Data va SWOT tahlillar orqali ilk bor chuqur tahlil qilindi. Qolaversa, agentlik muassisligidagi rahbar kadrlarni baholash markazi ham aynan rahbar kadrlarning salohiyatini o'rganish va tahlil qilish borasida tizimli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Bugungi kunda markazimiz tomonidan o'sha 6 oy davomida 2000 nafardan yuqori rahbar kadrlar tomonidan quyi, yuqori va o'rta bo'g'in rahbarlari o'tgan. Va o'sha faoliyati davomida qanday kamchiliklar yoki ko'nikmalar kerak bo'lsa, yana qo'shimcha ularga tavsiyalar ishlab chiqamiz. Inson kapitali va meritokratik tamoyillar islohotlarning bosh mezoni. Qayd etilishicha, o'tgan davrda dunyoning top 500 talik universitetlarini tamomlagan 421 nafar bitiruvchidan 74 nafari yuqori mas'ul lavozimlarga tavsiya etilgan. Shu bilan birga Boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan o'tkazilgan turli tanlovlar asosida milliondan ortiq nomzodlar haqidagi ma'lumotlar yagona platformada jamlandi. Bugungi kungacha 20 mingdan ortiq tanlovlar amalga oshirildi. Ularda bizda 1.6 milliondan ortiq nomzodlarni o'sha rezyumelari, ularni o'sha ma'lumotlari shakllantirilgan platformamizda va 116 mingdan ortiq davlat xizmatiga qabul qilganmiz. Baholash jarayonlarimiz raqamlashgan bo'lib, samaradorlik o'z platformamiz orqali bo'ladi. Bunda biz vazir o'rinbosarlari, tuman hokimi o'rinbosarlarini baholab bormoqdamiz. Boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi kompleks chora-tadbirlar davlat xizmatlarini yanada zamonaviy va xalqchil tizimga aylantirishga xizmat qiladi albatta. Sayrakbar Mo'minov, Husniddin Nuraliyev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.